12 bob. Shu chaqlarda Herodxon e'tiqodchilar jamoatchiligidagi ba'zi kishilarni tutib, ularga ziyonkashlik qilishga boshladi. U Yuhannaning aksi Yaqubning kallasini oldi. O'zining bu harakatidan Yahudiylarning rozi bo'lganligini ko'rib, Petrusni tutqun qilishni buyurdi. Bu vaqa Petrning hayti mazgilida yuz berdi. Petrusni tutqandan keyin uni zindonga tashlab, har biri 4 lashkardan tashkil topgan 4 navbatchi qorovullar to'piga topshirdi. Yetdan keyin Herodxon uni ochiq sud qilib o'ltirmoqchi bo'ldi. Petrus zindonda tutib turildi. Lekin e'tiqodchilar jamoatchiligidagi qarindoshlar uning uchun Xudoga samimiy duo qilishdi. Herodxon Petrusni elib chiqib, sud qilishning oldingi kechasi Petrus 2 zanjir bilan bog'langan bo'lib, 2 qorovulning o'rtasida uxlayotdi. Ishining sirtig'imi qorovul qo'yilgan edi. Tuyuqsiz kameraga kuchli bir yorug' nur tushib, Xudoning bir farishtasi ko'rindi. Farishta Petrusning mursiga qiqib, "Tez tu" deb o'yg'atdi. Petrusning qo'lidagi zanjir shu an bo'shab tushib ketdi. Farishta uningga "Kiyimingni kiyib ol, oyog'ingni kiy" dedi. Petrus uning deganini qildi. Farishta yana "Chopiningni yepinchoqlab, kaynimdan mang" dedi. Petrus uningga egishib kameradan chiqdi. Biroq u farishtaning qilayotganining rostligini bilmay, bir g'oyibona alomat ko'ribman deb o'ylagan edi. Ular 1 va 2 qorovul postidan o'tib, zindonning shaharga chiqadigan to'mir darvozasiga borganda, darvoza o'zligidan ochilib ketdi. Ular darvozadan chiqib, bir ko'chadan o'tganda, farishta tuyuqsiz Petrusning yenidan g'oyib bo'ldi. Shu chaqda Petrus esi kelib o'ziga, "Endi men bu ishning rostligini bildim. Rabbim bir farishta avatib meni Herodxonning qo'lidan va Yahudiylarning man qilmoqchi bo'lgan barliq ziyonkashligidan qutqizibdi" dedi. Petrus bu ahvolni tushunib, Markus deb atalgan Yuhannaning onasi Maryamning uyiga bordi. U yerda nurg'un kishilar yig'ilib duo tilovat qilyotdi. Petrus darvozani qoqqanda, Rodi ismli bir dedak ovozni anglab chiqdi. U Petrusning ovozini tonib, xushalligidan eshikni ochmay yugurib berib, ko'pchilikka "Petrus darvoza oldi ekan" deb xabar qildi. "Saram bo'lib qoldingmi?" deyishdi ular. Lekin dedak rost deb turib oldi. Ular uning ro'yi bo'z kerak deyishdi. Petrus darvozani qiqiyvergandan keyin ular chiqib, darvozani ochib qarasa, darvaqa u ekan. Hammaylan hang-tang bo'lishdi. Petrus ko'pchilikka ovoz chiqamaslikqa qo'l ishorati qilib, ularga Xudoning o'zini zindondan qanday elib chiqqanligini tushuntirdi. Ondan keyin u bu xabarni Yaqubga va boshqalarga uqtirib qo'yinglar deb o'zi u yerdan boshqa yerga ketdi. Tong otganda qorovullar patparoq bo'lishib ketdi. Ular Petrusning qanday chiqib ketganligini bilolmadi. Herodxon uni izlashga amr qildi. Lekin uning iz derigini topamadi. Shuning bilan u qorovullarni so'roq qilib, ularga o'lim jazosi berishni buyurdi. Uningdan keyin Herodxon Yahuda o'lkasidan Qaysariya shahriga qaytib ketdi. Keyin Herodxon Tir va Sidon xalqiga qattiq ochiqlandi. Bu xalqlar ochliqni xonning ilkidagi joylardan oldigan bo'lg'achqa, ular birlashib Herod bilan yarışib olish uchun uning oldiga vakil avatdi. Ular oldi bilan Vilastus ismli muhim amaldorning yesdoshligini qo'lga keltirdi. Belgilangan ko'rishish kunida Herod xonlik to'nini kiyib, taxtida o'ltirib ularga nutq so'zildi. Ular, "Bu odamning so'zlari emas, balki xudolarning birining so'zidir" deb yuqori ovoz bilan uni maqtashdi. Herod Xudoga taalluq shon-sharafni o'zining qilganligi uchun Xudoning farishtasi shu an uni urdi. Natijada u qurtlab o'ldi. Lekin Xudoning so'zi davomli tarqalib, uningga e'tiqod qilguvchilarning soni ko'paymoqda edi. Barnaba bilan Saul
Yerusalimda iyonlarini topshirib bergandan keyin Antakiyaga qaytib ketdi. Ular Yuhanna Markusni birga elib ketdi.